Assalomu alaykum. Avvalroq. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Siz o'zingizni qisqacha o'zingizni tanishtirib. İsmim Maldekimcan. Men Qashqar Payzvat Naya Jambaz Yiza 4-kenetdan. Men 2015-yili 2-oyda shu hukumatning qonunli pasport bilan Misrga sayohatga chiqdim, keyin o'qishga kirib qoldim. O'qishga kirgandan keyin 5-6 oygacha oilam bilan kurashdim. Undan keyin kurashimni hozir 2 yilda oshdi. Kurashimga 2 yil oldu. 2 yilda oshdi. Oilam bilan hech qanday bir xabar yo'q. Hatto meni Misrdagi vaqtida oilamdagilar bir odam boshqa yerga bormang deb shundan tavsiya qildi. Men shu holatda yashagan. Keyin qaytib ketishni o'ylagan bo'lsaqmi, qaytib ketish vatanniki zulmninki kuchayishi, kundan kunga Xitoylarninki besimi sababini vatan qaytish imkoniyati bo'lmadi va oilam bilan aloqam uzildi. Uningdagi vatanniki tutqun o'quvchilarni tutqun qilishdan bir ishga ilgari Turkiyaga yenib keldim. Dadamning ismi Savit Qarim, onamning ismi Burabixon. Biz 7 farzand, 4 o'g'il, 3 qiz. Cho'ng akamning ismi Mahmudjon, keyindan Hamidjon, uning keyindan Abdushukurjon, uning keyindan men. Qizlar Fatima, Oysha, Ulmunur. Men 2 yildan oshdi oilamdan yoki turmada ekanligi yoki oilamda ekanligi hech qanday bir xabar olmadim. Dadamninki yaşı 85 yaşda. Men oxirgi qatim kurashgan vaqtimda dadam doktorxonada davolanayotdi. Anamning yashimi shu 80-70 yosh 80 oralig'ida bor. Anamning salomatligi toza yaxshi emas. Ularninki lagerda yer turmada ekanligini hech qanday bir xabar yo'q. 2 yil oldu. 2 yildan oshdi hozirga qadar oilam to'g'risida hech qanday bir xabar olmadim. Meninkimda bu guvohlikni berishdagi sababim ota-onamniki oldida qiyomat kuni o'zimning zo'r bo'lishi, men o'zimniki farzandlik burchimni ado qilishni loyiq ko'rdim. Chunki bizning sukutimiz dushmanlarimizniki g'albisi bo'ldi. Biz tarixdan sukut keldik. Biz yana sukut qilsak, bizningki oqibatimiz texnik tasvirliksiz ahvolga kelib qolganligini o'ylab, men ailam to'g'risida guvohlik berishni to'g'ri topdim. Siz ondan oldinma kurashgan chog'da xalqaro organlar yozganligini dedingiz. Shuni deb ketsangiz. Men oldin qata xalqaro inson huquqlari tashkiloti, Qizil Kirist jamiyati, xalqaro kechirim tashkilotlariga buni yo'llab qo'ygandim. Va buningdan keyinmi ularga bir narsalar materiallarni yo'llash orqali oilamdagilarningki salomatligi va ularningki hayotligi uchun har vaqt kurash qilaman. Kurashgan qadar davomlashtiraman inshaalloh. Boshqa tavsiya qiladigan bormi qarindoshlar? Men bu yerda bir narsani tavsiya qilaman. Qarindoshlarimizninki, ya'ni bu videolik bir guvohlik berishga ko'plab qatnashishini tavsiya qilaman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika ad'aful iman degan. Ya'ni sizlardan qanday bir kishi bir xatolikni ko'rsa, uni qo'li bilan to'ssin, uning qodir bo'lmasa tili bilan to'ssin, uning qodir bo'lmasa qalbi bilan norozilik bildirsin. Mana bu iymon ojizligi dedi. Endi biz qo'limiz bilan bugun kunda to'sanmadik. Tilimiz bilan ularni biz haqoratlab, yoki bo'lmasa ularni biz tarbiya qilib, qanday bir yo'l bilan tilimiz bilan biz qilolmadik. Bizning bu videolarga chiqishimiz faqat qalbimizdagi g'azab nafratimizni, qalbimizdagi ota-onamiz bo'lgan, vatanimiz, qarindoshlarimiz bo'lgan sevgimizni ifodalash. Shunga buni men iymon ojiz nuqtasi deb turib, iymoniy majburiyatdim deb
bilib videoga chiqyapman. Endi buningga mı chiqolmasam o'zimni qalbimdan bir norozilikning yo'qligini, yana ularningki vatanimda ota-onamga, qarindoshlarimga qilgan zulmlarningki to'g'ri haqiqatligiga bir sukut qilganim bo'lib qoldi. Ya'ni ularningki bularga qarshi so'z qilmaganining qiyomatning javobgarligini ustimga olganim bo'lib qoldi. Shuning uchun men guvohlik beryapman. Rahmat.